Assalomu alaykum hammaga. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan birgalikda mana shu quyonchani to'qishni o'rganamiz. Quyonchamizni bo'yi 20-25 sm atrofida chiqadi. Quyonchamiz uchun oq rangli ip kerak bo'ladi. Hozir keyingi sizlar bilan to'qiydigan quyonchamiz rangini biroz o'zgartirmoqchiman va mana bunaqa 14 millimetrli ikkita ko'zcha kerak bo'ladi. Hozir quyonchamizni qismlarini to'qishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib mana shunaqa ipdan foydalanaman. Hali rasmini qo'yaman. Kartopu ip firmasini ipi bu. Turkiyani ipi. Quyonchamizni qo'lini to'qishni o'rganamiz hozir. Bitta qo'lini to'qib olganman, ikkinchisini sizlar bilan birgalikda to'qiymiz. Qo'lini to'qishimiz uchun dastlab sehrli halqacha olamiz. Ya'ni men mana shu tarzda olaman ipni, shunday ushlaymizda. Mana shu tarzda ushlab, mana shu X-kris bo'lgan joydan ushlab, bitta nakitsiz ustuncha to'qib mustahkamlab olamiz. Va mana shu halqamizni ichiga 8 dona nakitsiz ustuncha teramiz. 1 2 3 4 Mana 1 2 3 4 5 6 7 va 8 dona nakitsiz ustuncha terdik. Endi xuddi mana shu tarzda mana bu ipni tortamiz. Ya'ni bu tergan ustunchalarimiz yig'ilish uchun. Mahkam tortaveramiz, ipimiz uzilib ketmaydi, qo'rqmanglar. Endi birinchi qatorimiz o'z nihoyasiga yetdi. Men mana shu joyda belgicha qo'yib olaman. Hamma xohlagan narsadan foydalanadi. Men mana shu ipdan foydalanaman. Bu qatorlarimizni ajratib turadi. Men uchun shu qulay. Endi ikkinchi qatorni to'qiymiz. Ikkinchi qatorda ko'paytirish qilamiz, ya'ni har bitta nakitsiz ustunchani ko'paytirib chiqamiz. Ya'ni bitta nakitsiz ustuncha ustiga ikkitadan nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Birlashtirib olamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 mana ko'paytirish qildik. 8 ta nakitsiz ustunchamiz 16 ta nakitsiz ustunchaga aylandi. Va
Ikkinchi qatorimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi 3-qatorda yana ko'paytirish qilamiz. 3-qatorda mana qatorlarimiz adashmasligi uchun ipimizni orqaga o'tkazib olamiz va 3-qatorda bitta to'qiymiz, bitta ko'paytirish qilamiz. Shunda bu holatni 8 marotaba takrorlaymiz. Bizga 24 ta nakitsiz ustuncha hosil bo'lishi kerak. Ya'ni bitta to'qiymiz, keyingi ustunchada ko'paytirish qilamiz. 1 2 yana bitta to'qiymiz va keyingisida ko'paytirish qilamiz. Mana shu holatni qatorimiz oxirigacha davom ettiramiz. Ya'ni bitta to'qiymiz, bitta ko'paytiramiz. Mana qatorimizni tugatdik. 3-qatorimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizda 24 dona nakitsiz ustuncha hosil bo'ldi. Endi 4 va 6-qatorgacha, 4-dan boshlab 6-qatorgacha mana shu 24 ta ustunchani ozaytirmasdan, ko'paytirmasdan 3 qator to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 7. Xuddi shu tarzda 3 qator 24 dona ustunchadan to'qiymiz. Mana 6-qatorgacha to'qib tugatdik. Endi 7-qatorda qisqartirish ishlarini olib boramiz. 7-qatorda 2 marta, ya'ni bitta to'qiymiz, bitta qisqartiramiz. Shu holatni 2 marta takrorlaymiz va orada 12 ta nakitsiz ustuncha to'qiymiz va qator oxirida xuddi yana boshidagi ishni takrorlaymiz. Ya'ni 7-qatorni boshladik. Bitta to'qidim va bitta qisqartirish qilaman. Qisqartirishni hamma har xil usulda qiladi. Masalan, kimdirlar 2 ta nakitsiz ustunchadan kirib va mana uchalasini bitta qilib qisqartirib oladi. Men bunaqa qilmayman. Bu bitta usuli. Men bunaqa usulda qisqartiraman hozir. Ko'rayotgan bo'lsangizlar, mana bunaqasiga qator ketgan. Ikki tarafda ham ilmoq bor. Shuni oldingi tarafidagi ilmog'ini bitta, ikkita ilib olib, o'tkazib olib chiqaraman. Shu tarzda qisqartiraman. Hozir bitta to'qidim, bitta qisqartirdim va shu holatni yana bir marta takrorlaymiz. Bitta to'qiymiz va yana bitta qisqartiramiz. Mana oldingi ilmoqlardan ilib. Mana endi 12 dona nakitsiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 12 va qator oxirida boshida takrorlagan ishimizni, qilgan ishimizni takrorlaymiz. Ya'ni bitta to'qiymiz va bitta qisqartiramiz. Yana bitta to'qiymiz va bitta qisqartiramiz. Mana 7-qatorimiz ham tugadi. Endi bu orada sintifon bilan to'ldirib ketsak juda ham yaxshi bo'ladi. Mana 7-qatorni tugatdik. 8-qatorda va 13-qatorgacha, ya'ni 8-qatordan 13-qatorgacha
20 ta ustunchani ozaytirmasdan, ko'paytirmasdan to'qiymiz. Hozir bizda 20 ta ustuncha qoldi. Ya'ni 8-qatordan 13-qatorgacha. Oddiy nakitsiz ustunchalar bilan 2 3 4, ya'ni shu tarzda 13-qatorgacha davom ettiramiz. Mana 13-qatorgacha 20 ta ustunchadan to'qib keldik. Endi 14-qatorda quyidagicha to'qiymiz. 14-qatorda ham qisqartirish qilamiz. 14-qatorda 2 ta qisqartirish qilamiz. Bir, ikki va 12 dona nakitsiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 4 10 11 12 va qator oxirida yana 2 ta qisqartirish qilamiz. Bitta, ikkita. Mana bizda 16 dona nakitsiz ustuncha qoldi, ya'ni 15-qatorni 16 dona nakitsiz ustuncha bilan to'qiymiz. 1 2 3 4. Mana bu qatorlarimizni tugatdik va bir 30 cm ip qoldirib kesib olamiz. Quyonimizning qo'lchalari tayyor bo'ldi. Endi boshqa qismini to'qishni o'rganamiz.